Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamızın 10. soniga hoş geldinglar. Bugün biz Doktor Mahmud Emin Ala efendini bu programmamızga teklif kıldık. Programmamızga hoş geldiniz. Mahmud Emin Ala efendim. Assalamu alaykum. Aleyküm assalam. Endi ovoz yaxshi chiqdi. Bu azroq texnikalik masala ko'rildi. Bugün biz Mahmud Emin Ala efendini programmamızga teklif kıldık. Programmamıza hoş geldiniz Mahmud Emin Ala efendim. Hoş bulduk Cüret. Köp rahmet. Bugün biz ziyali degan tema ustida mulohaza olib boramiz. Uyg'urlar jamiyatini kuzatgan bir chet ellik Uyg'urlar ustidan mundaq bir yakun chiqargan. Uyg'urlar o'zlarining ziyolilarini hurmat qiladi. Ular boshqa ellarga o'xshash puldorlarning, huquqdorlarning gapini emas, ziyolilarning, ulamolarning gapini anglaydi. Demismi Uyg'urlar eg'izidan tushirmaydigan, beshi qilib ko'taradiganlar millatning sarxildiri bo'lgan ziyolilardir. Xo'sh, ziyolilarimiz millatning o'zidan kutgan umidini oqlay oladi. Bugun biz mush temada so'zlashimiz, diqqatinglar suhbatimizda bo'lsin. Amsa Mahmud Emin Ala efendim, siz bugun oldi bilan ziyoli degan hukmga bir aniq qilma berib boqqan bo'lsangiz. Ziyoli degan bu hukm siz ağan naqlagan şu bir mazmunda deyilishcha jamiyatdagi ma'lum bir kishilarning hurmatiga erishadigan, ma'lum bir sohada bilim ega bo'lgan va shu bilim va shu o'zining sohasi orqali ijtimoiy imtiyozga ega bo'lgan kishilarni ko'rsatadi deb qarayman. Bu bek oddiy ta'bir. Bu ta'birni texnik cho'nqirlashtirsak, buning xeli cho'ng yetersizligini bayqaymiz. Birinchi cho'ng yetersizligi o'qiganlarning hammasi ziyoli bo'lmaydi. Bundaq deyishimizning sababi diplom olgan yoki butun hayotini tajribaxonadagi shu bakteriyalarni tadqiq qilishga berishgan, uning boshqa ishlar bilan chatqa bo'lmagan yoki butun kuchi bilan o'zi kichik bir egalik bilan bo'lgan eğer alim mektep tutugan bo'lsin qatorliq odamlarni o'qimishlik deyishga bo'ladiki, ziyoli deyishga bo'lmaydi. Bunda deyishimizning sababi bu kishilarda ma'lum bir xil gerçi ma'lum bir sohada o'qigan va shu sohada bilimga ega bo'lgan bo'lsin-u, ammo ularningki shu o'zi yashayotgan shu sharoitga va shu ijtimoiy muhitga qarata hech qanday bir o'zgartish olib borgan bir kechirmishi va tirishchanliklari bo'lmasa, bunda odamlarni keskin ma'noda ilib etgan vaqtida ziyoli deyishga bo'lmaydi. Endi bu ziyolilik to'g'risida masalan biz bu Uyg'ur tilidagi shu ziyoli degan so'zning ma'nosini qisqacha bir analiz qilib baksak, buning abaydatning gapining ma'nosi chiqadi, yamanchiqqa ketmasakmi? Ya'ni ziyolilik, ziyo degan so'z bu nur ne bildirdi. Bu nur degan bu ajoyib bir hukm bu nur degan hadisa bu, ya'ni bu nur degan hadisaning qarshisida qarang'ulik bor edi. Bu g'arbda shunday tushunilgan, sharqda shunday tushunilgan. Masalan biz 18-asrlarda g'arbda jo'shtirib rivojlangan ma'rifatchilik yoki aqart harakatini olsakmi, ularning ko'p qismida shu nur atalg'usi ko'proq shakllanganligini ko'ramiz. Bu nur degan endi bu qarshisidagi yoki shuni o'zini o'rab turgan qarang'ulikni yo'ritadigan bir holat şeklinde düşünüldü. Yani karanlık dediğimizde simbolik noktaya bakıp karanlık bilimsizlikni, nadallıkni, ankavlıkni ve hatta uxlavatkanlıkni bildirdi. Endi bu nur degan gap şu karanlıkni yoritadigan, uxlavatkanlığını o'g'itib, ma'lum bir yo'nalishga yetaklaydigan, mana bir ajoyib xosiyatli bir sihriy kuchga ega bir şey sifatida tushunildi. Endi biz buni bizanki Sharq Turkistonda barliq kelgan 1910-yil, 20-yillarda tartib boshlanib, xili ma'lum saviyaga chiqqan aqart shaklida tatbiq so'zsak, bu nihoyat joyiga tushgan bir ta'bir bo'ldi. Ya'ni ziyoli deganimiz shu vaqtda eng mashhur ziyolini olsak, shu davrda Abduqodir Domillam deydi, Qashqarda faoliyat olib borgan. Abduqodir Domillamning shu vaqtdagi faoliyatlarini qatta Qozondan kelib Sharq Turkistonda kezgan bir Tatar sayyohining ki deyishcha Uyg'ur diyorida men Qashqarda birdan-bir ziyolini ko'rdim. Bu ziyoli Abduqodir Domillam degan bir gapi bor.
mayli bu baho qanday bo'lsin, bizning shu vaqtda Qashqarda ko'zga ko'ringan ham shu jaholatlik vaqtda, ya'ni bu degani shu Abba Xo'janinki necha asr davomlashgan Sharq Turkistonninki ijtimoiy hayotini alsiratgan vayron qilgan Abba Xo'jalikninki oxirgi davrlarda biz jadidchilikninki yangi nuridan ilhomlangan va bu nurni Sharq Turkistonninki qorong'u bo'shliqlarni yondirish orqali uxlayotgan va g'aflat qilgan o'zining xalqini uyg'otishga berishgan bunda bir gigant bir mutafakkirni ko'ramiz shu vaqtda. Buningda biz ikki xil kuchli to'qinishni ko'ramiz. Ya'ni bu yorug'liklar qorong'ilik o'tirisidagi to'qinish bo'ladi. Endi bu to'qinishninki yana bir buyuk bir variantini biz Abduxoliq Uyg'urdan ko'ramiz. Abduxoliq Uyg'ur ko'zingni och, uyqungni och, ko'zingni och deydigan misollar bor. Uyg'on Uyg'ur degan she'rlardagi. Buningda qorong'ulikning ichida uxlayotgan bir xalqni ko'ramiz hamda. Abduxoliq Uyg'urning bu xitoblarida biz garchi u nurni oxir shaklda tilgan bo'lsa, ammo shu qorong'ulikning qarshisida Abduxoliqning Uyg'urning vujudi emida bir yorug'lik, bir bilim bilan, ilm bilan, fazilat bilan yuksaltirilgan bir yangi bir reallikninki bir simosi, bir ideal bir holatini tasvirini ko'ramiz. Qatorliqlar. Şuna bu ziyali degan so'zning o'ziga kelsakmi, bu ziyolilikninki nima ma'noga ekanligini bildiradi. Endi men yana ozroq bir kengroq bir kontekstga, ya'ni kiray, bu dunyoviy bir ilmiy ramkadan chiqib turib qarab boqay. Bu ziyolilik to'g'risida G'arbning nurg'ulg'an katta ziyolilari muhim asarlarni yozgan. Buning ichida eng muhimlaridan birisi 1967-yili Noam Chomsky degan bir tanliq bir tilshunos bor. Bu tilshunosmi tilning yo'shirin qatlamlari tadqiqotidami nurg'ulg'an ta'riflarga erishgan va til tadqiqotida til falsafasida bir xarakterlik o'zgarishni olgan odam. Ammo buningki bu ziyolilik sohasi, ziyolilik tadqiqotida muhim bir to'flar bor. Masalan, nemisda 67-yilda yozgan ziyolilarninki mas'uliyati degan maqolasida odatda ziyolilarninki bu hukumga ta'bir berib, ziyolilar haqni huquq so'zlaydigan, yolg'onchilikni ichib tashlaydigan kishilarni ko'rsatdi. Bu yerda ikki narsa bor. Endi haq bilan yolg'onchilik yoki soxtalik o'tirishga ikki narsa bor. Abay bizda nur bilan qorong'ilik o'tirishga bir holat bor. Bu ko'proq bizniki klassik ma'nodagi ziyolilikninki ta'biri bo'lsa, bu Chomsky'ninki bu kapitalist tuzumni bo'lgan tanqidlarda bu bo'lgan uzun yillik tanqidlardagi asosli prinsipal bir masala. Ya'ni u o'zini ziyoli deb qarashligi bilan kapitalist tuzumninki yo'shirin qatlamlaridagi yolg'onchiliklar, soxtaliklar, manipulyatsiya qilishlar va boshqa ishlarni shafqatsizlarcha ichib tashlaydi. Shuning uchun u o'zininki ziyolilarninki bu bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatni ta'birlagan vaqtida haqni yoki haqiqatni huquqqa, mavjud huquq tuzumga qo'rqmay turib so'zlayalash jasoratini bu ziyolilik deydi. Endi bu yerda biz Chomsky'ninki axloqiy ma'noga ega bo'lgan bir ta'birni ko'ramiz. Ya'ni ziyolilikning o'zi bir axloqiy salohiyat, sifat va fazilatni ko'rsatadi. Endi ammo Noam Chomsky'ninki endi meni umrsizlar degan nurg'un yerlar bor. Buning ichidagi eng muhim yerlarning birisi bir Xitoyni Amerikani tanqidlagandek tanqidlab boqqan biz ziyoli emas endi. Bu yana bir masalani tushuntirib berdi. Bu masalaga men kirmay faqat deb o'tib ketay, chunki bu ayrim bir temaga kirib qolamiz. Ya'ni bu G'arbdagi ba'zi dangliq ziyolilarninki bu shu sotsializmga bo'lib Xitoy bo'lgan bir mabdullik bor. Noam Chomsky'da buni ko'raman. İlgili Soğuk olan mevtum boğan bazı ziyalilerimi boğan G'arbda. Bu ihtimal G'arbdaki kapitalistik tüzümden meyislengen ve onundan ümitsizlengen bir kısım ziyalilerninki sosyalizmga eriş arkalık insanlar o'tirishdagi erkten, devletten, milletten ve dinden algılan bir universal bir baraberlik ve qarindoshlik munosabatini o'rnatishdak ham xiyol ustida qurilgan deb qarayman. Bu bir ham xiyol ideya shu jihatdan hukumga muhtoj bo'ladi. Albatta bu bizningki ishlab chiqargan hukumimiz emas. Bu G'arbda bo'lib Amerikada
1960 yılın ahir ve 70. 80. yıllarda barlık kelgen bir hukum bu hukumda biz G'arbdagi bir qism ziyolilarninki G'arb tuzumini, siyosatini, iqtisodini, kultural hodisalarni, falsafiy masalalarni qatorliqlarni xalqqa oddiy tillar bilan so'zlab tushuntiradigan bir turkum kishilarni ko'rsatdi. Bu ommaviy ziyolilarning barliq qilishi shuningdan bir vaqtda gazet jurnallarning taraqqiy qilishidan sirt radio televiziyaning taraqqiy qilishidan zich bog'langan bo'ldi. Ya'ni bu ziyolilar bugungiga o'xshash yüz ekranga chiqib o'zining oldidagi anglag'uvchilar va tomoshabinlar bilan ma'lum bir ilmiy nuqta haqida so'zlashdi. Buni biz ommaviy ziyolilar deymiz. Bu ommaviy ziyolilarningki o'rnaklari bizda bo'lgan. Mening bilishimcha, shu 2010 yillardan keyin Sharq Turkistonda Abduqodir Jaloliddin, Yalqin Ro'zi boshchiligidagi bir turkum ziyolilarningki Sharq Turkiston har qaysi joylarida berib pishirgan leksiyalarningki ba'zi bir rasmlarni ko'rgandim-da men. Turmush vatandagi to'rlardan. Demak, shu vaqtda bu ziyolilarning bularning oldingi qator turgan Uyg'ur jamiyatidagi oldingi qator turgan ommaviy ziyolilar deyishga bo'ladi. Endi chet eldimi, muajiratdimi bu xildagi ommaviy ziyolilar bor. Masalan, ben aldığım mesela G'ulom Kamil ilişki buldu, Qahar Barat'ın ilişki buldu. Bularning Qahar Barat'ninki 2-3 nayeti g'olluq ham muhim bir maqolalar bor. Qatorliqlar benim shunga ilişki buldu. Yani başka ziyolilar bor. Bular ko'pinchimiz to'g'ri chiqib turli shakllarda o'zimiz bilgan bir vosita bugun sizdan qilgandek suhbatlarni ilib, naq maydonda ba'zi savollarni ilib chet eldagi muajiratlik Uyg'urlarning besh kelayotgan muhim temalar haqida so'zlashimiz. Menimcha bu orqali ilmninki ijtimoiylashishni amalga oshiramiz. O'zimiz bilgan narsani boshqalarga tushuntirish orqali xalqimizningki ong saviyasini yuqori ko'tarishni maqsad qilamiz. Bu yana mohiyat ilib qolmoqda. Ayni vaqtda shu Abduqodir Domillan bilan Abduxoliq Uyg'ur ki bizningki nimada Sharq Turkistonninki janubiy yezlarda Ağaç merkez kılıp Ramazan'dan Mehmetli Efendi qatarlıq ziyalilarınki mu ommaviy ziyolilik obrazdinki texdim mu ilgirligi aldı davamlışı deyişki bo'ldi. Şuna gepimiz yığsam ziyolilikninki ilim nuqtasidagi bir imtiyozlik alayligidan sirt uning intayin keskin o'zining jamiyatiga va o'zininki xalqiga bo'lgan mas'uliyatchanlikdan iborat bunday bir rol bo'ladi. Endi oxirgi bir nuqtam bizga o'xshash qat'iyamda ketayotgan hem mustamlik aslidagi bir millatning ziyolilarininki axloqiy burchi texrimmu bosh tortqusiz texrimmu muhim va buningga to'lanadigan badal texrimmu ko'p bo'ladi. Shuna bu jihatda elbet qilmoqda ziyolilar xuddi siz boshda kirish so'zingizda aytib o'tgan naqldagidek biz xalqning beshida qancha ko'tarilsak bu boshninki shuncha tik turish uchun shuncha ko'p badal to'lashga buyurulamiz. Biz buyurulamiz. Bunda bir maslahat bizga berilgan bo'ldi. Agar bu maslahatni qabul qilmasak yoki biz bu maslahatning hujjatini chiqarmay qolib qolsak, bizni beshida ko'targan xalq beshini silkib bizni pastga tashlaydi. Shuna bu ziyoli bo'lish garchi qarmoqqa namataq erishdek noiti odamga xo'sh yoqadigan bir ish bo'lsa-mu, ammo buning hujjatini chiqmab bak tars bo'ldi. Chunki biz millionlagan xalqning oldida javob beramiz. Agar ziyoli bo'lmasak, bir do'kon ochgan bo'lsak, barmaq sanavaqda xeridarning oldida biz mas'ul bo'lardik, ya'ni shunga javobgar bo'lardik-da. Ammo ziyoli bo'lgan vaqtimizda har bir so'zimiz, harakatimiz, yozmalarimizgacha, har bir pashchikgacha shu buni o'qiydi deb qaralgan, ya ularning diqqatiga havola qilingan shu xalqningki boshdan oxir shu manfaatini chiqish qilishimiz kerak, ham ularningki nazorat ostida bo'lishimiz kerak. Biz bu yerda qildan qiyiq ketsa biz xalqningki ayblashiga uchraymiz. Chunki xalqning shunday qilish haqqi bor. Ular bizga fursat bergan, bizga hurmat bergan, bizga shunday bir yuqur bir umid bo'lgan vaqtida bu xalqning umidini chiqarmagan vaqtimizda u chaqda ziyolilik, saxt ziyolilikqa hattoki axloq jihatga bir xil sotqinlik qildi. Birinchi savol javobini keldi. Rahmat. Pek yaxshi javob bo'ldi. Ziyoli demaklik, nur demaklik, haq demaklik. Ammo masala demaklik. Bu aktivlar diploma yoki hukumatning bergan unvon emas,
Şuna ziyali degan uqumni biz cho'nqur ma'nosini tushunsak, u hatto axloqiy ma'no yuklangan uqum. Hamda ba'zilar Uyg'urlarning sarxillari Uyg'urlarning millat taqdirida hal qilg'uch rol o'ynaydi deb qaraydi. Siz buni qo'shilamsiz? Millatning har bir millatning ziyolining asla sarxillar bo'ladi. Sarxil bo'lish uchun sarxil deganimiz ma'lum bir jamiyatdagi yuqori qatlamda turadigan ziyolilarningki to'pini yoki ularning ziyolilarningki javharlashgan shaklini ko'rsatadi deb qarayman. Bularda o odatdagi ziyolilarning bu sarxil ziyolilarningki farqi birisi bilim ilishda bularning bilimi texnimi mo'l, texnimi cho'nqur va texnimi kang doiralik bo'ladi. Lekin ular ma'lum bir o'zininki ilmiy yetilishiga mos keladigan muhitlarda yashagan bo'ladi. Masalan, cho'ng shaharlarda, ko'pincha poytaxtlarda yashagan bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda bular o'zidan maslakdosh, shu birga o'tirib, birga qo'pollaydigan, ideyada, fikrda birlik keladigan shu o'zidan tam barobar kishilar bilan ya boshqa ziyolilar ma'lum bir institutlarni va guruhlarni ve başka şekildeki uyuşmalarını kurup çıkıyor. Biz mesela Uygurlarınki tarihi karsak, 20. asır tarihida Uygurlarınki ziyaliliğinki 3 çoğun merkezi olan, çoğun merkez Ürümçi olan. Biz Ürümçi'ni kıyas kıysak, Ürümçi'de yaşaydıgan aşı dağlık ziyaliliğini göz aldığımızı keltirdik ve ularla bir didarleşiviliş, ularının bilen bir hem sohbeti bölünüş hayatımızda hemen çoğun işte. Çetelde bu xil ayacan, bu xil qizg'inlik jiq tuvan ko'rmayman. Vatanga kelishga qo'yib demoqchi. Ikkinchi cho'ng markaz 30-yillardan tortib bizning birinchi jumhuriyatimiz qurilgan Qashqar deyishga bo'ladi. Qashqar tarixdan beri muhim markaz bo'lib kelgan. Qarg'allar davlatiningki poytaxti bo'lgan bir shahar. Shundan tortib ming yillarda Uyg'urlarning siyosiy tarixida intan muhim bo'ldi. Hatto Urumchidan uzoq bir siyosiy tarixi bor. Texnik keskin insan Uyghur tarixideki en uzak ve en çoğunkur siyasi tecrübeye ega, geçmişe ega tarih bir şehir deyişli bulduk Qashqarni. Üçüncüsü bu G'uljani ko'rish kerak. G'ulja bizninki şu aynı vaqtdagi sobiq Sovet ittifoqi bilan bo'lgan munosabatimiz jihatda bizninki Rus kültürü bilan uchrashishimizdagi Rus bo'lib Sovet ittifoqining ideologiyasidan ta'sir ko'rsatishimizdagi muhim bir uçturuş noktası olan. Şunun için bizde G'uljada qo'yiq Rus kültürünün ta'sirlerini görmez. Hatta Rus tilli maktablar bo'lgan, Rusiyada o'qib kelgan ziyolilar bo'lgan. Bu ziyolilar keyin Uyg'urlarningki ilm, ma'rifat ishlarida zo'r to'p bilan qo'shgan deyish bo'ldi. Ondan keyin shuni ajablanarlik emaski, ikkinchi jumhuriyatimizni G'uljada qurilgan. Demak, shu 3 markazda Uyg'ur ziyolilari ko'proq to'plashib o'tirishib özüne alaqılışış ve bu arkalık ma'lum bir ijtimoiy o'zgarishlarni barliqqa keltirish muhim bo'lib o'ylagan deyishga bo'ladi. Biz Urumchi keyin mustamlika davri kirgandan keyin Urumchi Uyg'urlarning ziyolilari to'plashib o'tirishadigan bir yer aylandi. Uyg'urlarningki eng asosiy ziyolilari Urumchiga to'plangan deyishga bo'ladi. Masalan, men 93-yili xalq nashriyatida xizmat chiqqan vaqtimda aynı vaqtdagi Uyg'ur sarxillarininki ko'pinchisi shu yerda ekan, bu ishlatgan. Keyin men bag'aloqning ko'pinchisi yo'q ekan. Masalan, Abdurim O'tkirdan tortib, Abdukarim Xo'ja, To'xtirbog', Kam qatorliq ko'zga ko'ringan Uyg'ur ziyolilari ishlagan ekan. Shu mening o xalq nashriyat ishlagan vaqtimda menda bir faxrlanish tuyg'usi bor. Shu Uyg'ur ziyoli sarxillarininki qadami tekkan hem şehir özünki mübarek emniyetlerini kaldırıp ketken bir mukaddes bir şu öylerde, işgallarda, kitap, işgallar katarlıklarda jüye vaxtında şundan bir iftiharmış diyoruz buladı. Şu Uyghur bu sarxillar degen gapning ma'nosi şu. Onun üstüge bu endi men ma'lum meniki gapning urani sal yo'tkay. Bu Amerika'da bu xil hodisa intayin muhim şu sarxil ziyolilarning nimasida atalg'isida hamda bu yerda biz masalan nimaning bir kitobi borkan, bu Amerikadagi ommaviy siyosatshunoslikqa bag'ishlangan yuqoridan tuvanga qartilgan
siyaset bekleştirdiğin bir kitap var. Top Down Policy Making dedi. Bu kitapni okusakmı, şu kapitalist tüzümdeki bir türküm teknokratlarınki, yani texnikalik xodimlarning, ziyolilarninki Amerika siyasetidagi tükki meselelerga qarata ochqishlikni bekitishga qarata ochqish rol o'ynaydiganligini nihoyatda qoyillar ichkidigan kitap ekan. Bu buni masalan texnokrat deganimiz biz ixtisoslashni ko'rsatamiz, jamiyatshunasni ko'rsatamiz, ommaviy ya guruh psixologlarni ko'rsatamiz, siyosiylarni sirtda hamda bular Amerikadagi har qanday bir siyosatning belgilanishida yuqoridan tövanga tushadigan bir xil siyosat belgilanishni qiladi ekanda bular. Hükümet bular nurg'un mablag' ajratgan, bular tajribalar bo'ldi ekan, bularninki nurg'unlagan tadqiqot turlari bo'ldi ekan, bular millionlagan, milliardlagan dollarlar ajratilgan bo'ldi ekanda, bular hukumatninki ma'lum bir Amerikalik siyosatini kiborlik qilishi va xalq uni amaliyashi va amlashganlikka uning qayta qarab chiqib o siyosatni baholash qatorli nurg'un sohalar ish qildi ekan. Ammo bu kitobninki bir nuqtasi bilan diqqatimni tortgan yeri u shunday bir asosliq qarash nuqtasi qurilgan kitap ekan bu. Sizlar hech zaman xiyolinglarni xamchog'lamanglarki, Amerikaning siyosiy hech zaman Amerika xalqining manfaati bo'yicha chiqarilmaydi. Balki ishidagi texnokratlarninki xohishi, tadqiqoti va ular vakillik qilayotgan manfaat guruhlarininki talabi bo'yicha chiqariladi deyilgan. Bu bir. İkincisi, bu benim üzerine bu kitaptan algan təsiratim. Bunun da sarxillarınki köpünç hallarda reallıktan ağırlık qalğanlığı. Bu neyini düşündürdü? Yani bu Amerika'nınki siyaset üstündeki teknokratlar tarafından tümenge düşündürdü. Xalq hayatdaki tenilgan, reallık tenilgan bolğandan keyin, bu reallıkның özüdün çıkmagandan keyin, bu vaqtda bu albatta bu aldı bilan bu reallıknınki asas tələbi, qurulması, ihtiyacı qatarlıqdan çıxış qılmagan bo'ladi. Endi bu gap o'zimizga kelib kelaydi. Biz vatanda ziyoli qilgan ish xiyoli degan bir gapni anglaydik-da. Bu gapda bu ziyolininki reallikdan ayrilib ketganlik bir hodisasi bor. Ba'zi ziyolilar haddidan ziyoda o'zini alayda qarab bilib endi bu sarxillikning bir xatarlik tarafi nima degan vaqtida bir nechta xatarlik taraflari bor. Men o'zim so'zlayman, hozir men gapni o'ziga kelsam, sarxillik yaxshi ish. Har qanday bir kultur, har qanday bir jamoat va bir davlatninki sarxil ziyolilari bo'ldi. Masalan, Amerikaniki hozir bir sarxil ziyolilari abad deganimdek Noam Chomsky bo'ladi, boshqalar bo'ladi desak, Kanadaning danliq bir sarxil ziyolisi bor. U 10 yil bir ziyoli, uning ismi Jordan Peterson bo'ldi. Bu odam o'zi klinikal psixolog bo'lishga qaramay, nurg'unlagan sohalar to'g'risida to'xtaldi. Bularni Twitterda buningki agishtiganlar yamanjiq, buning darsini anglaydiganlar yamanjiq ekan. Men yaqinda tanishim qatorlar. Anadaki Avstraliyaninki Yuval Harari degan kelgushunos bir olim bor. U cho'ng bir ziyolilar qatorlarda. Endi bizga kelsak, sarxillik degan bir gap bo'laqmi mustamlik sharoitidagi bir millatninki a'zolari ziyolati nisbatan bir vaqtda sal bahislik, sal xatarlik deyib bo'ladi. Bunda deyishning sababi mening hayotimda ziyolilarni kuzatganimda ko'rganim, ziyolilar sarxillashgan vaqtida mustamlik sharoitida chuqur bir sarxillikqa badal to'laydi. Ya'ni mustamlik qiluvchi shu ziyolilarni bizga tiklab berish orqali shu ziyolilarning og'zidan bizning manfaatimizga zid keladigan, manfaatimizni burmalaydigan gap so'zlarni qiyg'izib bizni qaymoqtirdi. Bizni ümidsizlantirdi. Va sarxillik bakar kelmaydi. Demakchiman. G'arbda odam o'zining tirishchilik orqali sarxillikka erishgan bilan sharqda jumladan mustamlik sharoitidagi bizning vatanimizda bu nima oddiy bo'lmaydi. Endi bu nereden kelgan bunda holat desak, buni biz Leninninki ma'bir gapidan tushunish bo'ldi. Ziyolilik amaliyotda bir sinf bo'lib shakllangan emas sotsialistik davlatlarda. Sotsialist davlatlarda sinfni bo'lishda ikkala guruhni o'tirib qo'ydi. Birisi burjuaziya, yani birisi proletariatlar. Birisi ezgichlar, yani birisi ezgichlar. Bu yerda ziyolilar sinfi degan bir sinf yo'q. Unda olsa bu ziyolilar nega joylashgan bo'ldi? Bir-birisi qarim qarashtiradigan, hayot mamotlik jangga tushgan.
bu to'qinishda kelishib bo'lmaydigan bir to'qinishda bu ziyolilar nega joylashgan deganda ziyolilarning shu nega joylashganligini bilmasligimiz ham ularning o'zining nega joylashganligini bilmaslik ularningki ziyolilar kimligiga qarata cho'nqur bir dilg'unlik va qalayonqanchilikni keltirib chiqardi. Leninning bunda bir gapi bor ekan. Ya'ni men o gapning o'zini unutib qoldim hozir, ammo uning kallamdagi ta'sirotini so'zlay. Ya'ni uning deyishicha bir davlatda ziyolilar har vaqt nimaninki huquqninki asosliq sinfninki manfaatini chiqish qilib so'zlash kerak. Ziyolilarning o'ziga xos bo'lgan mustaqilligi bo'lmaydi. Ya'ni ziyolilar hukmron sinf bilan xalq ommaviy o'tirisidagi kelishuvchilik va ularning hukmronlikka irodasini xalqqa tushundiradigan bizning tilimiz bo'yicha elbasa tarjima bo'lish kerak. Endi bu bizga undaq bir narsani bildirdi. Ya'ni ziyolilar har vaqt bir xil huquq qurilmasining ichida bo'ladi. Ya'ni huquq qurilmasi degan nima degan vaqtda bu yerda hukmron sinf, ya'ni ishchilar sinfi bilan hukmronlik qilinuvchi sinf yoki hukmronlikka uchraydigan sinf burjuaziya sinfi o'rtasida tayyorlanib turishga majbur bo'ldi. Albatta, ziyolilarningki xili ko'p qismi ayni vaqtda burjuaziya sinfidan chiqqan bo'ladi. Chunki u vaqtda burjuaziya sinfininki ziyolilarni jumladan ziyoli sarxillarni chiqarishga nurg'un afzalliklar bor bo'lgan bo'ldi. Ular boy bo'ladi, farzandlarini o'qita oladi, o'qitgandan keyin ularni cho'ng-cho'ng ishlarga qo'ya oladi, hukumat ishlaridan tortib savdo ishlarigacha. Andan keyin ular jamiyatga nurg'unlagan tadqiqot institutlarini, aqlli ombirini va boshqalarni qurishda ularning g'oyasi mumkinchiliklari bor bo'ldi. Endi bu xil mumkinchilik kapitalist tuzumdan keyin, sotsialist tuzum kirgandan keyin bu ziyolilar besim bilan ya bostirildi. Buni Lenin mi deydi? Burjuaziya ziyolilari cho'qim o'lim hukm qilinishi kerak degan jumlalar bor Leninnikida. Bunda bo'lgan vaqtda bu ziyolilar endi bu ishchilar sinfining ichiga kirib, bularning manfaatiga vakillik qiladigan bo'lmasa, o'limga duch keladi bular. Biz Lenindan va Leninniki Stalinninki 1930-yillardagi aşı terrorlik davridagi o'ldirilgan va Sibirga sürgün qilingan nurg'un ziyolilarni ko'rgan vaqtimizda asosli bu yerga asosli nishon qilinganlarningki sarxil ziyolilar ekanligini bayqaymiz. Buningda biz Soljenitsinninki Gulag taqim orollari degan asarlarni o'qisaqmi, Sovetdagi davlat ziyolilarini qanday qilib necha avlod shu bostirilganligini, ularninki eng oxir bir qismninki Sibirda o'lib izsiz tutganligini ko'ramiz. Qo'rqinchli bir qatliam bor ziyolilar. Hamda Xitoyga kelaydi. Xitoyga o'xshash, Xitoyning mavzuni Leninning nimasi o'xshash ekkelganda 49 bizning Sharq Turkistondagi mustamlikadan keyin mayli Xitoyning o'zi bo'lsin, ziyolilar har vaqt bostirish obyektiga duch bo'lib kelgan. Madaniyat inqilobining eng chong nishoni ziyolilar bo'lgan. Ya'ni bu yerda burjuaziyaga bog'langan, cherkka bog'langan unsurlar degan nom bilan chet elda o'qigan, chet elda urug' tuqqanlar va qatorliq mush ziyolilar ko'pincha sozlangan. Ya'ni ishonchsiz unsurlar guruhiga tabiiy qilinib, bular asosan sozlangan. Demak, bu yerda biz ziyolilarningki intayin ichinishli bir taqdirini ko'ramiz shu sobiq Sovet ittifoqi va Xitoy va bizning Sharq Turkistonning mush kontekstda bizni aytdi ziyolilarning. Endi bu yerda ziyolilar ichinishli taqdirda ziyolilar har vaqt nəhayət siyasi təqibləş və siyasi bir xil terrorninki şəbisini sizdirib yaşaydı. Ziyalilarninki künü nəhayət təsir olğan oldu. Bundaq deyişimizin səbəbi bizim tariximizin, bizim nurulğan altındək ziyalilərimiz şu müstəmliklərninki türlük bədnamları bilən qətl qılındı. Bizninki məsələn, aşı 50-ci illərdə şu İkinci Cumhuriyet vaxtındaki 55-çilərdə atalğan və Cumhuriyet'e xət izib Şərq Türkistan'daki Xitay'nınki komünizmin vəzi boyunca Şərq Türkistan'ın müstəqilliyini əsir keltiriş arzusunu ifadə edən aşı ziyalilarınki köp qismi ya şu vaxtda bastırıldı, peypan qılındı, ya mədət inqilabı tutuldu, öldürüldü. Uğrunda sağ ağalının həmmisi Xitay üçün xizmət qıldırış qısırında. Aslında köp qismi Xitay'a xizmət qılıyor deyişki bo'ladi. Demek biz bulundum mu ziyalilarınki hukuk bilen boğan münasebetinde
Buni Noam Chomsky shunday deydi. Bu chuqur huquqqa xizmat qilishga buyurildi. Az sondagi shuning uchun Noam Chomsky'ninki ta'bir deyilishi az sondagi ziyolilarninki shu huquqqa yo'q deyishdek bir jasorat bor bo'lgan. Bu haqiqiy ziyolilikning bir xil alomati deb qaraladi. Endi sarxil degan gapda mening iliqnati biyaram bo'lgan bir tarafim bor. Bular chet eldagi ziyolilar orasida o'zini sarxil deb atib olgan ba'zi ziyolilarni va siyosiylarni ko'rdim. Bunda bo'lishning sababi birsi xalqning og'irlab qolishdek bir xil xatarga duch keladi. Nati az sondikilari xalq bilan bo'lgan aloqani tutib tursa, ko'p sondikilari o'zining kallasiga sarxillik, nom atoqning havisi bilan uchib ketib qolib, havoda yo'qolib ketib qoldi. Putiya tegmay qoldi demoqchi-da men. Bu nati ikkinchi bir avval. Ikkinchisi bu texnik ikkinchi bir yeri ben o'zi sarxil deganlarninki ba'zilariga diqqat qilib baxsam, ular aşı sarxillikni o'zining tirishchanligidan ko'ra o'zi turayotgan davlatlarninki va manfaat guruhlarininki talabi bo'yicha olgan ekanda. Ular ma'lum bir davlatlarninki ma'lum bir manfaatlariga uyg'un kelganligi uchun ular Uyg'urlarga bir sarxillik ulgusida tiklangan bizga. Bu Xitoyda shunday bo'lgan. Ba'zi Uyg'ur ziyolilari Xitoyga yarab ketganligi uchun bizga sarxil ziyoli tushib tiklangan ziyolilar bor. Bu ziyolilar mana shu sarxilliklardan foydalanish orqali bizningki birsi o'zimizning ichidagi millatchi ziyolilarga qarshi turgan, ularni bostirishga qatnashgan, ikkinchisi o'ziga vaqtda bizning kallamizni qaydoganda. Ya'ni bizmi aşağı o'xshash huquq xizmat qilsak, bizmi shunday bir sarxillik shartiga erishimiz deb o'ylaganda, chet elda men shunday bir narsani ko'rdim. Ya'ni bu xil sarxillikning bir badali bor bo'ldi. Ular ko'pincha anadagi u sarxillikqa ular o'zining oqis turayotgan ma'lum bir manfaat guruhlarininki vosita orqali erishgandan keyin boshqalarga qo'lini shiltirib gap qiladigan va o'zini boshqalardan mutlaq ustun ko'radigan bir xil xonish shakllanib qoldi deb o'ylayman-da. Bu endi ziyolilarninki haqoratligi va namandorligi munoyat bir ikkinchi bir voqea bu. Buningda men kallamga daymonlik kelayotgan masalan nimaninki Miltonninki yo'qolgan jannat degan bir nimasi bor. Uzun bir daston desak bo'ladi, bir şey daston bor. Shu dastonda bu ashunday haqoratlik, ilmda kamolat yetganlik sababli haqoratlik kelganlikni shaytonlikninki alomati yoki shaytonda bo'ladigan holat bu deb tasvirlab tanqid qiladi. Shu ilmdorlikdan masxushulab, o'zining ilmdorlikdan masxushulab, o'zini chaqlayolmay acayip özünü sarxilamidan ustun qo'yildi deb qaraydigan bir xil hodis bor. Shuna bu bir ziyolilarning ba'zilar ko'rilgan bir xatarlik. Uchinchisi endi bu sarxil ziyolilar bir jamiyat uchun muhim bo'ladi. Men buni butunlay inkor qilmayman. Ba'zilar bir sarxil ziyolilar, masalan, dunyodagi nurg'unlagan murakkab ilmiy masalalarni tushunishda hozir biz bo'lapmi shu cins ideologiyasiga oid masalan cins o'zgartirish operatsiyalari chiqib bo'lyapti g'arbda hozir. O'shuniki murakkab narsa, cins degan nima, cins kimlik degan nima, cins o'zgartirish degan nima qatorliq nurg'un masalalar g'arbda hech kim qo'rqmay javob bera oladigan bir kelmas. Endi buning qiziqqanlar masalan bu zari nimada bu desak, buningga biz mutaxassisga murojaat qilamiz. Buning ichidagi eng chong buning tanqid bo'layotgani shu Jordan Peterson'da Kanadalik bu ommaviy ziyoli. Endi uningki nimasida, uning qarashlarida bu hozir masalan yaqinda taqriban bijabturmada bir xabar chiqdi. Kanadada 618 yoshdan tuvan bo'lgan qizlar turli shakldagi jins o'zgartirish operatsiyasi qatnashdi. Ko'pinchisining ota-onasining bunga xabar yo'q yoki ba'zilar bunga qarshilik bildirmagan yoki bildirmagan gapda. Bu cho'ng bir masala, bir cho'ng bir ijtimoiy va hattoki bir siyosat belgeleş haqidagi bir masala endi bu. Buningga nurg'unlagan ziyolilar chiqib turibdi. G'arib bu. Buni qo'qaydi. Buni tanqiddan, ta'kidlashdan va huquqninki zarar berishdan buni qo'qaydi o'xshash. Abadiy bu huquqning oldida ziyolilar ham yerda o'xshash. Shunday bo'ldi. Endi bu qo'rqmay buningga fikr bayon qilayotgan odam Jordan Peterson hamda. Buni hattoki qotillik narsistlarninki pul tepishda o'ylab chiqargan bir xil qotillik deb aytadi bu gapni. Bu bir gap. Ikkinchisi bu Jordan Petersonning yana bir da'vatgan gapi
Bu agar buni psixologlar gap qilmaydi ekan, demak psixologlarning hammasi o'lgan, ham buni qilayotgan kasb bo'lgan psixolog ham o'lgan bo'ladi. Chunki bu oldi bilan bir psixologiya masalasi bu. Ya'ni bu psixik kasallik masalasi bu. Jinsi o'zgartish oldi bilan psixik kasallik. Uni oldirab pichoq tekkizib, bu yerlarni kesib yoki u yerda ulayga ish bo'lmasa kerak. Ham psixik o'zgartish uchun shu shaxsga hormonni tormozlaydigan dorilar bermas kerak deb qatorlar. Endi mening asos ko'rsatib o'tganim bunda ziyolilar g'arbda bak bas. Bu masalani ilm nuqtasidan chiqib tarafganda, endi biz mana shunda Jordan Petersondek sarxil ziyolilarga muhtoj bo'lamiz ba'zi chog'larda. Bunda ziyolilar aldirab tushmaydi. Hamma yerda yo'q bunda ziyolilarda. Masalan biz g'ariblar mushunda bir masala chiqayotgan vaqtda nurg'unlagan ziyolilar tanladim. Shaxsan men g'arib nurg'unlagan ziyolilarga tanladim da mush masalaga mushlar nima deb qaraydigando desam, jim bo'lib oldi. Xuddi bunda bir masala mavjud emasdek. Jim bo'lib oldi. Shuning bilan men shu Jordan Petersondek qo'rqmas ilmninki haqiqatni tushuntiradigan mas'uliyatini ado qiladigan mana mushunda bir qo'rqmas ziyolilarga hurmatim ashula. Gerçi o müşteriklik özünki hem de tasarladı hem de özünki psikologiyalik derslerini öteş ve psikologiyalik davalaşka katmışın benim kinişkisi varken bu müşteriklik kurup kılış aldı turvadı demler. Müşteriklik yapmak kıyılan. Hem de bu bedel ziyaret yapıyor. Hem de gepimi kısa kayıt gelsem, jık gelsem çeteldi mi meyil vatan aşırı olsun, meyil sırtı olsun biz bir türküm sarxil ziyolilarni ko'rib keldik, ham hozir ko'ryapmiz. Bundan keyin ularga ehtiyoj qilamiz. Bu bir. Ikkinchisi sarxil ziyolilar huquqning yanada texnik yaqin joylashishdek aloyidligi bilan tahlikiga va boshqa bosishlar ushlash ehtimoli chong bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda ularningki axloqiy jasorati bu yerda texnik namoyon bo'ldi. Bu ikkinchisi. Lekin uchinchisi sarxillar agar diqqat qilmay qolsa, xalqdan orliq qilish va o'zining kalisiga aşı g'oyaviy va bir dunyoda yo'qolib ketishga xatarga duch keladi. Lekin bularning bir qismlarida o'zini sarxillashtirayotgan huquq guruhlarininki manfaatini chiqish nuqtasidan xalqninki manfaatiga osiylik qilishga qarshi bo'lishi mumkin. Endi oxirgi nuqta to'rtinchisi sarxillikda biz reallik cho'kadigan hem xalqning manfaatini chiqish qiladigan bir xil mexanizmni har vaqt saqlab qolishga tirishimiz bo'lmaydi. Bo'lmasa sarxillikning hech qanday kerak bo'lmaydi, kerak bo'lmas emas, balki o'zini beshi ko'tarib turgan yoki o'z xalqning manfaat vakillik qilib deb qaraladigan ash xalqning manfaatiga ular aksicha osiylik qilishi mumkin. Mening bu savol bergan javobim bu. Rahmat. Jiq narsalarni bilib oldik. Hem to'g'rida bir aylan gapdi, ma bu nimishki ma'lumotlar efendim, o'sha G'ulom Osmon efendim bilan Salih Xudoyevni bevosita ataydi aka. G'ulom Osmon aka, uniki Salih deb ataydi. Buni Sirg'in hukumatninki asli nimasilar atish kerak emasmidi debdi. Shunaqa bir kichikgina tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bu endi men bu ziyorat to'g'risida vaqtida umum bir temada men Sirg'in hukumatning bu siyosiy yig'ini bo'lsa men ularning unvonini ataydim. Ben endi bu ziyorat to'g'risida men G'ulomkamni men kichkina G'ulomkam deb ko'rgan. Men 80-yillardan tortib men bilmayman G'ulomkamni. Endi uni men ziyoratlik nuqtasidan turib so'zlayotganlik uchun G'ulomkam deb so'zlayman. Ammo agar men G'ulomkamning siyosiy faoliyatlarini so'zlamoqchi bo'lsam, albatta Sharq Turkiya Respublikasininki hozirgi prezident degan ma'qul shakldagi siyosiy unvonlarni so'zlayman. Bu muhim bir tema, muhim bir nuqta emas deb qarayman. Muhim tema bo'lsa cevap veriyorum. Bizimki adet. Biz çoğunlarını görsek, özümüzün adet boyunca bu da hiç kanal demiş yok. Lakin üç katını sorar, Müslüman'dan bir nime almak için. Hem de memmi de koymak için bu bir adet. Bu fakat biz başka temin sözü yurtkanımız için şunu değilken de bir gel. Buna da hiç kanal bir akavarlık, ondan bir mezbun yok demektir. Şöyle ki. G'ulomkam deyish hurmatga akavarlık olmaydi. Elbette. Şuna cevap oldu ya. Hem de ikinci sualımızda Uygurlar tarixinin bugünkü bitiga kelganda hayat mamatlık talashga duch keldi.
Uyghur milleti saqlanıp qalsın deyilkemiz, mustaqillikdan başqa chiqish yo'limiz qolmaganimi ayon bo'ldi. Lekin ochiq reallik shuni bizga ko'rsatib turibdiki, muajiratga ziyolilar topimiz bu yo'ldan jiroq. Bu ahvolni kichkina tahlil qilib beramiz. Bu yaxshi. Men oxirgi yana bu savolga javob berish, ana bu savolni o'ziga kelaman. Men mana bu uzun mezgilni o'ylab kelayotgan bir nuqta edi. Bu shu ziyolilarninki ijtimoiy aks ettirishchanlik nuqtasidan net qancha turga bo'lingan. Ijtimoiy aks ettirishchanlik deganimiz bu Edward Saidninki va boshqa ziyolilar to'xtatilgan bir qism avtorlarninki muhim atalg'usi bunda Gramsci va Italiyalik Marksizmchining bor. Bu ijtimoiy gavdalantirish aks ettirishchanlik degan bir atalg'u ko'pincha Edward Saidcha noktadan qo'llanma. Ya'ni ziyolilar jamiyatning masalalarini o'zida aks ettirdi va unga javob izlashga tirishdi. Uni bayqaydi, kuchsharlik bayqaydi, uni analiz qildi va unga ma'lum bir hal qilish choralarini o'tirib qo'ydi. Endi mustaqillik bunishdagi eng muhim Uyg'urlarning mustamlakasi eng muhim masalalarning birisi deb qarayman. Bu nuqtalarda ba'zi qilayotgan masalamiz balki bizniki zaten 100 yildan beri bizniki shu aqartishing jumladan siyosiy aqartishimizga eng ochiqliq ammo eng oz tadqiq qilingan va eng izlanilgan temalarning birisi echinchi bu. Endi men siyosiy aks ettirishchilik nuqtasidan Uyg'urlardagi ziyolilarni cho'ng jihatdan 4ga bo'lib baktım. Bu damalı kalan keldi. İhtimalmen keyinki yazmalarımda bu takdirden çoğunkurlar ötüşki tirişmen. Birincisi bizimki damalıqa muhim olan, unutulgan ama hem oylanmasak ve bunu çağrı tapmasak edep geçişi mümkün olan ma'lum bir ijtimoiy sahalarni o'tirib qo'ygan biz ziyolilarimiz bor. Bu bo'libmi shu medet inqilob tutgandan keyin Sharq Turkistondagi bir qism ziyolilarninki ba'zi asarlar orqali o'tirib chiqqan. Masalan, buni bir qadar zo'r ta'sir qo'zg'aldi yomon jihat. Men buni faqat misol oldim, ba'zi unutib qilishim mumkin. Unutib qolganlik ularning muhim emasligini bildim. Faqat mening hozir kallamdan cheklikni bildirdi. Uning bu ishlar bo'lganda 20-30 yil o'tib ketdi. Masalan, nimeniki she'rni olaylik, Ro'zsaidninki. Dehqon bo'lmoq tez degan bir she'r bor. Keyin bu nadir she'rlar tarkibiga kirgizilib, Ezyu, Abduxoliq Uyg'urning bashi, Sakkiz Sirtim bilan Sulaymon Guva qatorli bir turkum shu vatanparvar va millatparvarlik to'lg'an she'rlarning ichiga bir o'rnagan bir she'rlarning birisi. Bu dehqon bo'lmoq tez degan gap shu buningki nihoyatda xalqning zo'r olqishiga erishib ketishga muhim bir sabablardan birisi bu she'rda dehqonlar, ya'ni ayni vaqtdagi tushunishni shaharlashga taraqqiy qilayotgan shu ijtimoiy bo'linishda shaharlashda yezish o'tirishga ya'ni malakalik aqliy emgak qilishlar bilan jismoniy emgak qilishlar bir jamiyatning ikki iqtisodiy guruhning bo'linish tizilishayotgan shu vaqtlarning o'zida o'tirib chiqqan, yani saqlanib bo'lmaydigan tabiiy bir hodisaninki yurak o'tirib qo'yilishi deb tushunishga bo'ladi. Yani dehqonlarninki hozir intayin turli aşağı seliqlar ve bazı siyasetni burunlash qatorli nurg'un sabablardan bo'layotgan kelishishlar o'tirib qo'yishlarda. Bundan men bu ayni vaqtdagi Uyg'ur jamiyatida mustamlik sababdan ve başka sebeplerden sel qaralayotgan muhim bir ijtimoiy masalaning o'tirib qo'yilishi deb tushunman. Xuddi boshqa avval deb o'tib ketgan she'rlar o'xshashda bu she'rning yana bir muhim bir nuqtasi reallik ko'z oldimizdagi biz ko'rsakmi cho'nqur o'ylanmaydigan ama o'ylanmasak bo'lmaydigan yirik bir masala o'tirib qo'yildi. O'tirib qo'yishdan avval men deb o'tgandek bir axloqiy bir jasorat bor bu yerda. Şundan nurg'unlagan odam bu o'qib dehqonlarning turmushiga nazarini og'dirdi. Gerçi nurg'un masalalarni hal qilib ketamizmi, ammo dehqonlarning turmushiga ashunda bu. Ama men buningki bu she'rninki siyaset sahasida yeni siyaset belirleyiş qancha ta'sir ko'rsatganligini bilmayman. Unchalik ish bo'lib ketmadi deb qarayman, ammo Uyg'urlarning ichida Uyg'ur xalqininki eng asosiy 80%dan ortiq aholisini tashkil qiladigan ayni vaqtdagi shu kam dehqonlarninki azob oqibatlarini ixcham tildan
oddiy til bilan real bir holatda ifodalab berganligida jiq söyleydi. Bizim əlaqə g'oyaviy temalar bo'lib, albatta bizning ziyolilarimiz, yozuvchilarimiz onunla kirib ketish mumkinchi bor ahvolda bizni bu reallikka tortib ekiladi. Endi yana birisi mushkul shakldagi ijtimoiy masalalarni o'tirib qo'ygan yana bir muhim bir yozuvchimiz Aftonbardniki quritlab ketgan ko'l degan bu posti 80-yillarning o'rtalarida e'lon qilingan bu Uyg'ur jamiyatining yana bir qattiqsi ketdi. U faqat bir post bu, yoki bir to'qilma. Mag'itningki Teknokanning bo'ylab joylashgan yiroq yezlarda bo'lgan Uyg'ur dehqonlarininki, Uyg'urlarninki yez turmush aks ettirilgan bir asar deyishga bo'ladi. Bu asar uni qayta bir 3 post var bir yerde. Adamlar qurtlab ketgan ko'llar yana birisini unutib qolibman. 3 post Uyg'ur jamiyati haqiqatan sikir. Ya'ni biz Uyg'urlarninki yezi turmuşda biz adet ko'maydigan ammo ichki sinib ketgan axloq jihatdagi vayron bo'lish, diniy e'tiqod jihatdagi susuzlik va turli shakllardagi gunoh qapitish qatorli nurg'un masalalar bundan dadillik bilan o'tirib qo'yildi. Onundan sırt biz Aftonbardniki 90-yillarning boshida e'lon qilgan Iroq qirlaridan Amerika salom deydigan bir o'chirki bor bu, yoki ziyorat xotirasi bor. Buningmi g'oyat zo'r bir aloqa bo'sh turib, Abdul Chatal hayot jumladan o'zgargan Turkiya hayoti bilan Uyg'ur hayoti jumladan Uyg'urlarningki Iroq yeziq qishloqlaridagi hayotni noji bir aloqa vaqt çın tutulgan yoki vaqt pasilni çın tutgan holat, ya'ni vaqtchalikni chiqarib turib yozgan bir ziyorat xotirasi deyishga bo'ladi. Bu orqali bizningki ayni vaqtdagi dunyoni tushunmasak yoki dunyoda bexabar kelishdak holatimizni amalda uni tugatib bizni dunyoni jumladan islom allarininki oldin qator turdi deb qaralgan davlat bo'lmish Türkiye meselesi arkalık bizninki meyli kültür olsun, meyli İslam'da olsun, meyli içtimai örf adet ve beş kaydırsın ve kılmışlarda olsun, kancık derecede farkındalığı ve özümüzdeki kancık derecede yerimiz kendimizde oturup koyulan bir eserde. Bu eserninki yana bir kıl adeti ihtimal çetelde en vakit barlık gelgen ve məlum sahibi düşürüp ravazanlar içtimai tenkçilik, millet tanqid, etnik tanqidchilik qatorliqlar bo'lgan, masalan, badbashara Amerikaliklar, badbashara Yaponlar, badbashara Xitoylar deganlarning ichiga birini kirib ketadi. Gerçi u yerda Aftonbard Uyg'urlarningki asosliq ijtimoiy jihatdagi turli qurum xarakterli masalalarningki mustanqillik kelganligini demaydi u yerda. Yakuni demaydi. Shunda bo'lsa, endi bir kultural selektivchilik, diniy selektivchilik orqali biz bilan Türkler o Türkçe bir oturuşki, Uygur cennetinde Türkçe bir oturuşki farkını xeyli qayıqlarla düşünüp berdi. Bu asaslık ijtimoiy meselelerini, kurumluluk meselelerini içip berişler dadillik bilan yozilgan ve Uygur cennetiga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan asarlar deyish bo'ldi. Endi ikkinchi daraja ijtimoiy aksariyatchilikning darajasi bu kultural sohaga ilib berildi. Buni biz masalan Ahmetcan Osman'ın başlıklı 80-yılların oturduğu barlık kelgen Gungish şehirçiler, yenice Uygur şehirdi deb atash kerak. Buni ayni vaqt Gungish şehirler deb atalgan. Bularning kelgan fikrdagi yangilik, chillik, islohotchilik, qurilmani yangilash, eng muhimi Uyg'urlarning estetik va ijtimoiy tafakkur va ilmini yangilash bo'lgan dadil izlanishlar, sinaqlar va buningki mahsulotlarini ko'ramiz bundan. Bunu Uyg'urlarningki ijtimoiy jumladan ziyolilarning qatlami ko'rsatgan ta'sir intayin cho'nqur bu harakatnikida. Shundan keyin Uyg'ur adabiyoti butunlay boshqa burunga o'xshamay yangidan bir izlanishlarni qildigan g'arb adabiyotini tushunib chiqishga va o'zidan boshqa qarindosh adabiyotlarni masalan deylik Çingiz Aytmatov'ninki nurg'unlagan ifodalash usullari va tematikli tanlash o'zgarishlardan o'rganish qatorli qiziqchiliklar Uyg'ur yozuvchilarining orasida cho'ng bir model bo'lishini deyishga bo'ladi, ma'lum bir işte. Anadan keyin bu ikkinchi kultural jihatda az to'la kultural jihatdagi o'zgarishlik va xoslikqa bo'lgan qo'llash va bu jihatga majburiyat eng muhim bir o'rinda turadi deyishga bo'ladi. Masalan, 3 kişi var. 3 kişi bir makale var. Öteki bir yerde. Birisi Sıdık Hacı Rozi'ninki
qo'lini tart naqshog'is vanlobin degan shundoq deyman nemisi agar xatolaşmasam bir maqolasidan o'zimizga buningda Xitoylar tarafidan g'arbiy yurt naqshi podshoyi deb atalgan vanlobinninki Sharq Turkistonninki xalq naqshlarini o'g'lab bu o'g'ilgan yerlar ko'pincha mana turpa qumuli boshqa xalq naqshlarini o'g'lab buni Xitoycha teksin silib shu Xitoychashtirganlikdan iborat mana shu kultural o'g'irlik hadisini tanqid qilgan bir maqol. Bu maqolni xili zo'r mening kuchim shu vaqtda shu birinchida noiti nurg'ulg'an bas munozirlarga va nimalarga. Yani bu xili zo'r jasorat talab qilgan bir ish. Bunda deyishning sababi u vaqtgacha biz Xitoyning mustamlikasini bir xil bulan talangliq shaklda tushunayotdik. Yani 80-yillarninki o'rta va oxir yuzdagi ikki qatimliq universitet Uyg'ur universitet o'quvchilarining namoyishlarida mustamlikachilik bir xil bulan talangliq va o'g'irlik ekanligi o'tirib qo'yilgan. Endi buni ulab Sidqodir Ro'zninki bu maqolani yozishi ayni vaqtda Xitoyninki bulan talanchilig'iningki noqulolda bizningki tabiiy boyliqlarimiz markazga qolmasdan balki bizning kultural boyliqlarimizga o qarqollarning so'zg'anligini o'tirib qo'ydi. Bu yomon muhim zil bir tema vaqtning o'zida siyosat degan Xitoy mustamlikachilikda shu bu muhim bir endi shuni bilan Uyg'urlarda bular Uyg'ur ziyolilarda o'zining kultural qadriyatlarini bo'lgan uni qo'llash, uni ega chiqishga bo'lgan bir xil chaqiriq bor bu maqolda. Bu bir. Ikkinchisi Abdurahmonninki iz she'ri ulab yani bunun bildirib turgan men aq bayroq emas degan bir she'r bor. Bu aq bayroq emas degan she'rni Xon Tangrini aq bayroq o'xshatgan bir Xitoy janobga qilingan bir xitob shaklidagi bir dramatik bir syujetga yaqinlab ega bo'lgan bir she'r. Buningda Uyg'urlarninki kurash ro'yi aks ettirildi, taslimchilikni asla qabul qilmaydiganligi o'tirib qo'yildi. Bu Uyg'urlar ayni vaqtdagi Xitoyning besimida da halsıravatkan Uyghur ro'yininki asla taslim bo'lmas bir qarshilikni o'tirib qo'yish va uni muayyanlashtirib muhim bir ahamiyat ega deb qaraymiz. Shuning bilan bir vaqtda bu qarshiliklarda man deb qaragan, arsal bo'layotgan, nima qilishni bilmayotgan bir kishilarga hargiz taslim bo'lmaymiz. O'lsakmi, o'limiz deydigan mandaq bir jasoratni berishlaydi deyishga bo'ladi. Anda üçüncü şiir, yani bir mühim bir şiir, şu vaqtlardaki 80-yillardaki Abdülkerim Hoca'nınki hikayelerden uçuruş degan bir şiir var. Bununda aşı bir nimede bir heykel var ama nimede Şimali Kovman bir Türk koçunun üstü Türk bu 5 koçun bir Türk koçun ismi kalmakta şöyle bir bir Xitoy askerler yani bir Uyghur askerlerinin köşe turayotgan bir heykel var. Yani şu yerda maza qilish orqali ayni vaqtdagi Xitoyninki Sharq Turkiston kirishga va'dalarininki yolg'onligi, Xitoy kommunistlarininki yolg'onchi nomussizlar ekanligi dardma, kinoya shaklda o'tirib qo'ydi. Demak, bular kultural jihatda, siyosiy kultural bo'lsin, yoki o'zimizning haqiqiy kultural naqshlar, yoki estetik kultur jihatdan bo'lsin, bizningki qadriyatlarimizga, ruhiy holatlarimizga qattiq cho'nqur chaqiriq kuchi bor asarlar deyishga bo'ladi. Bu ikkinchi siyosiy ijtimoiy aksiyatlar. Uchinchisi bu mavjudiyatlik nuqtasiga bir narsa bu. Mavjudiyatlik nuqtasi deganimizda bu bizning hayot manotimiz, Uyg'ur millatininki saqlanib qolish qolmasligi masalasi atalgan nurg'ulg'an asarlar bor. Buning ichida men shu asos qilib Abduz efendimninki, Abduz Kamil'ninkini izchiman. Çünkü ya mustaqillik ya ölüm degan bir kitap var. Bu kitap 2000-yilda Teknomakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan bir kitap bu. Bu kitapninki meni hayran qoldirgani dag'dug'a qo'zg'almasligi ayni vaqtda. Abdurlinki asosan hayotininki oxiriga qadar tafliqini tugab ketdi-ku. Abduz efendim, Abduz Kam yoki Abduz Kamlar
Allah'laşkan benim 2017-yılı chiqqan bir kitabını o'qib men bilan aloqalashib ekan. Bu akamiz shuningdek Abduskamdek kuni qolgan. Abduskamdinki bu kitobni men shu chog'da o'qib men hayron qolgandim. Hayron qilishimning sababi bu kitobda ya mustaqillik ya o'lim deganda Uyg'urlarningki siyosiy chapterini bu kitobning mavzusida bu qadar uzun kesil, bu qadar ochiq, bu qadar obyektiv ve bu kadar tahqiqsiz qo'ygan bir mavzu yo'q Uyg'urlarniki siyosiy mafkurasida. Albatta, ya mustaqillik ya o'lim degan Abduskamning gapi emas. Bu Amerikaninki ikki urushli bir Patrick nimaning birsinki, nimaninki so'zi bu. Mashhur bir so'z bu. Ama bunu bizningki siyosiy realligimizga o kadar dalillikda tatbiq qilgan bu akamiz. Anda bu kitobni biz varaq baksak nişan mustaqillik deyildi. Ama bu nişanda yetişki pazarlık uruş taktikleri. Naati sistemlik düşündürüldü. Anadolu'da biz şu vaxtda 2000'de de kendi avatımen bana. Hazır nurgullarımız çok akıllı şirkette, nurgullarımız bu cihette uzun gap kılamayız, yak satamayız ama aynı vaxtda 2000 yılında Abdus Efendi'ninki oturup koyduğunda asaslı bizim düşünümüz Xitay tacavüzü degan gapni üzülkesi oturup koydu. Bu tacavüzünü qo'g'lab chiqarish uchun qanday qilamiz? Bu qadar real siyosiy masalalar oturup koyulgan kitap bu. Bizimki siyosiy hayot mamotimizga aloqador. İçin bu akimiz bizde vakan ziyaliler, Uyghur ziyaliler sarkılır degan otizmlik yok. Yoki bizdeki qat'iyamimizni oldini ko'rolmay turib, yana o'zining siyosiy strategiya deydigan o nanqapi aldamsani tizimligi yo'q. Bu adabiyotcha yo'q. Ana Turkiyadagi bir davlatda yashab turib, Türkiye'deki ijtimoiy tashkilotlarniki, buni ustiga chiqagan ba'zaniki o'zimizningki yaqinlarga yordam qilib, anda boshqa qilamiz deydigan ma'quldagi numussiz shaxslarning taqdirini nazarga ilmay turib yashab o'tgan bir odam bu. İkinci bir nima endi ashu mafkuriniki bu adam o'tirib qo'yayotgan ashu naati bizningki siyosiy realligimizni to'g'ri analiz qilgan. Gerçi onunki bir taraf qilish usullari hammasini ketib ketmasam-mu, men bunda bir yezg'a sistemli qilgan bir asarni ko'rib bakmaganman. Yani siyosiy nuqtadan sistemli qilgan bir asarni ko'rib bakmaganman. Men ashdan cho'chgan bir asarni ko'rib bakgan ekan. Bunda keltirgan odamlar bor Uyg'urlar orasida. Ana shu odam, yani şu adamninki ash mafkurasi bizda e'tiborsiz qoldi. Bu nimani bildirdi deganimizda bu odam o'tirib qo'yayotgan bu masala bizningki diqqatimizning sirib turayotgan gap. Biz bu adamga e'tibor bermaslik uchun ma'lum bir vaqtda bu odamning ideyasini e'tibor berdik. Buning ideyasiga e'tibor bermaslik orqali bu ideyasiga ega chiqishdan iborat mushkul bir siyosiy bir vazifadan o'zimizni qochirdik. Yani siyosiy yalqovlik qildik. Shuning uchun bu odam bu Uyg'urlarning siyosiy tarixida qattiq hurmatdan eslanishlik bir odam bu. Bu to'g'risida nurg'unlagan hattoki bishki maqolada tadqiqotlar ilib berilishi tegishli bir odam deb qarayman. Bu uchinchi Uyg'urlarning ziyolilarining dalisi. To'rtinchisi va oxirgisi ijtimoiy aksiyat tushunishda men buningga bu dunyoviy nuqtadan chiqib turib Uyg'ur masalasi va boshqa masalalarga qarab chiqadigan va uning ko'ngil bo'ladigan, uning haqida bir o'ylab bir insoniyatning masalalarini bartaraf qilishga çağ tedbirlerini tepki çıkaran ziyaniler var. Bu bek az bizde, bek az bu. Yani bizdeki bütün siyasi ilmimiz, görüşümüz, bizim özümüzün değerli merkez çıkarmak için biz cık oylayansak, Orta Asya'nın közler, onun cıkırak çıkıp kalsak, Türk ve İslam dünyasının közler, kendimle yukarı çıksak, bütün dünya cümle Garip ve Şarap otorisi mürekkep siyasi vaziyetlerle oyunlarla içi kırptırıp oylayımızda özümüzün düşünün. Ama bu pek az bo'lgan bizda. Men bu jihatdagi tafakkurga ega, nazar doirasiga ega shaxsan faqat men o'zim bildiğim Parat Tursun deb ayta olaman. Qolganlardan da bir cho'ng bir nimani ko'rdim. Paratninki insoniyatninki azob oqibatlari bo'lgan tonishi, bilishi, analizi va buning bo'lgan ba'zi bir hal qilish choralari haqiqatan dunyoviy saviyada deb qarashga bo'ladi.
Gerçi o hem sistemlik bir kitap şeklinde yazıp ketmegen bolsun ama onun eserlerine hem çizilip ketken bu karıştırı. Yani bu jıgıp kelsek mi onun bir eserlerine bir ramkısını koyuldu. Demek benim bugünkü bu müstakillik ne için alması ibaret bir mesele dedim. Şu müstakillik bizimki ziyarelerimizdenki oyunluş derecesinde 3. derece turduğun yani hayat mamatlık noktadaki mevcutluk krizisimizge merkezleşken bir tema deb qarayman. Endi bizimki bu ziyarelerimizden köpünçüsünki bu temaga qiziqmaslıqqa ya bu temaga o'zini atmaslıqqa ko'p hollarda bizniki mushu tema yani mustaqillik masalasiniki gap bo'lgan to'nishinki yetarligi yoki buning bo'lgan hissiyotdagi bir xil dilg'inlikdan kelib chiqqan deb qarashga bo'ladi. Men o'zim ko'rgan nurg'un ziyoratdagi mushu hattoki boshqa tursa Şarq Türkistan degan mush atalg'ini elish nuqsimi bular chet ellik bu gapilindi bu narsa nurg'unlikning temperaturaligini ashun degisi yo'qligini askapni mustaqillik degan gapni qat'iy degisi yo'q xuddi mustaqillik deb qalsa bu bir xil zo'ravonlik qalaqlik yavalıqdan demek bergandek bir xil mushkul nimalarni analikin axatmanki chet ellik oldi 100 kildan uyg'ur xalqininki tinchlik so'ydigan xalq ekanligini xuddi biz tinch bo'lsaqlar Xitoy bizga şartımızda çıkıştırgandek bir xil nurg'un ham xiyolli bo'ldiganlikdek holat men ko'rgan. Bu bir. Ikkinchidan arada qisqa deb ketgan mustaqillik degan bu gap bo'ladimi Xitoydan iborat ishtirlikcha atom qurollari bilan qurollangan bir davlatning qo'lidan mustaqillikni elishtirgan bu yomon zo'r jasorat talab qilgan narsa bu. Deb ketganda bu axloqiy jihatdagi mas'uliyatchanlikni eng muhim bir talab deb qaralgan bu ziyolilikda bunun ödesini çıkmak yemen dersi. Bu noktalarda uygulanan ki tilini qo'g'dayli yoki ularning adabiyotini qo'g'dayli degandek mandaq hammadan qo'shadigan, g'arb tilini chavaq qiladigan tema emas bu. G'arbga savol qo'yadigan masalan. Hatto bizni tanqidlaydigan bir nuqta bu. Masalan biz mustaqillik qilsak ba'zi g'arblar buni javob berishni o'zimizni qachirib analitik bizlarda bir xil real bo'lmagan bir dunyoda yashayapmizda. Yani tilimizni qo'g'irsak yoki adabiyotimizni qo'g'irsaklash bo'ladi. Amaliyotda mustaqillik bo'lmasa tilimizni qo'g'dalmaydiganligi, kulturimizni qo'g'dalmaydiganligi, dinimizni qo'g'dalmaydiganligi, hatto o'zimizning tenimizning, ruhimizning, vijdonimizning qo'g'dalmaydiganligini biz esimizdan chiqarib qo'ygan bo'lamiz. O asosan mustaqillik bo'ladi tabiiyda. Ammo ko'pincha ziyolilarimiz bundan qochib, uning boshqa uni shaqlab chiqqan. Ham bu orqali uning mavjudlik kafolatiga bo'lgan boshqa omillar yepişi var. Elbette bazılarınınki bu amillarga yepişiş mesela biz tilshunos olsa Uyg'ur tilini qo'g'daymiz, onun gibi o'tmaysa, onun men yaxshi bu muhim bir tema. Ammo shuni degan o odam o'xshash vaqtning o'zida agar mustaqil bo'lmasa bu tilimizmi mustaqil bo'lolmaydi, bu tilimizmi vayron bo'ladi degan gapni demasa, yoki u gapni o'zini qachirsa, uning tilshunosligi saf tilshunoslik bo'lgan bo'ladi. Yoki u o'zi qilayotgan tilshunoslikki haqiqiy mohiyatini tushuntirib qilmagan bo'ladi. Uning cho'qim siyosiy masalaga, siyosiy ishga qatnashib ketishning hojati yo'q. Ammo shu mustaqillikka qarshi bo'ladi. Chunki u mustaqillik noktalarda bir turkum odam mingiz qizib ketgan oilaki yavoylarniki Xitoyning qo'lidan qurol kuchi yoki boshqa elishlik bilan tanli harakat emas. Balki bu oddiy desak, mantiqiningki bir zaruriyatidir. Yani abay deganda sabab natijaning zaruriyati. Sabab mustaqillik bo'ldi, natija hamma narsamiz aman qoladi. Buni oddiy buni tartib qilib qo'ysak, tilimiz bo'lsa biz saqalamiz desak, bu ularga sabab aralashtirish degan bo'lib amalga oshmay qoladi. Rahmat. Bugun chiqnashdan ilm oldik. Asli savolga chiqdi lekin vaqt bir yerga o'tib ketdi. Bir soatimiz chiqib ketdi. Peshadan mana shu texnikalar sebab ko'rilib qoldi. Mush ziyolilar to'g'riliq savolning yerida taqib bor. Yana bir qatim suhbat qilsak qanday qaraysiz? Bo'ladi. Mushdan ortiq kelib o'taymi to'g'ri? Siz bo'ladi. Yana qancha bor yana savol bor. Yana bir saat bo'lib ketgan bo'lsa. Ko'p rahmat bugun o'z vaqtingizni o'sha ziyoliy to'g'risida mush suhbat qilganingizga. Hammalarninki mush vaqti xayrli bo'lsin. Kelar qatim yana Ma'tumlar afandim bilan bu suhbatni davomlashtiramiz. Xayr xo'sh.